Sonabayga ham, Optimga ham bir xil narxda qo'yib yubordik. Videoning oxirida narxini aytib o'taman. Hozir bo'lsa konditsionerni bitta tomosha qilinglar. Mana shu Rus konditsionerimiz Big Ben modeli 12 tali Greek kompressorida ishlaydi. R410 Freonda o'zini tellari bor, qish kunlari isitishga juda katta foydasi bor. 3D effektda havoni haydab beradi, ya'ni butun xona bo'ylab eng zo'r joylardan eko rejim, ekonomik hisoblanadi. DC inverter motorlari. Ko'rinishlari mana shunaqa oppoqqina bo'ladi, oq matviy. Mana bu ekranlari yonadi yoqqaninglardan keyin. Ishlarni ko'ryapsizlar. Radiatorlari Golden Fin, ya'ni zanglashga, korroziyaga qarshi. Mana shunaqa ikkita filtrlari bor. O'zini komplektidan trubkalari, simlari, hamma narsasi chiqadi. Pultini ham ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa oppoqqina, chiroyli qilib ixchamgina ishlangan. Eng zo'r taraflardan bittasi bu pultning orqasida mana shunaqa datchiklari bor. Ya'ni bu xonani temperaturasini aniqlab, konditsionerni shunga moslab ishlattirib beradi. Ya'ni eko rejimini bir qismi hisoblanadi. Ko'chada mana shunaqa jazirama bo'lishiga qaramasdan, mana shu konditsionerimizni bizning obunachilar uchun $260 dan qilib beramiz. Podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.